Hop, bloger sohasiga kirishimdan oldin mana Sharshara restoranida 8 yil men ishlaganman-da. Umrbod o'tganman, ofitsiantlik qilganmiz, zavzallik qilganmiz. Qo'ldan kelgancha mehnat qilganmiz. Bugun ham xudo xolisa ochishib ofitsiantlik qilaman. Birdan 10 gacha baho berasizlar, necha pul topishimni ko'rsataman masalaga. Ketdi. Ofitsiant o'zi aytadi, "Tegin nima ish qiladi?" deb. Ofitsiant lubo ish qiladi, o'tirkan, davay. Mana shu isham berib tashaveradi. Ketdi u yog'iga. Ofitsiant ertalabki birinchi zakazini olishdan oldin har doim kuxnada nima bor, nima yo'q, nima tayyorligini so'rab olish kerak. Hop, 1 Hop. Чай с лимоном 2. Хорошо. Короче, birinchi bo'lib stol ustiga non qo'yamiz. Nondan keyin salat. Pervi aytgan bo'lsa, pervi, keyin второй. Pervi deb biratam deb, второй deb biratam deb turib, ovqat kim qiladi, aka o'z? Shogirdlar, nechta set o'ring? Bitta isti, bitta tarxunxo'r. Ular zakazni oldi. 3 ta Alfredo, bitta kuritsiya gribami, garniriga ris surasa. Har doim taktika bilan ishlash kerak odam. Hop, birinchi stolimni shotini yopdim. Azizgina charchoq bor. Anchadan beri bunaqa ish qilayotganimga mana. Klient o'tiribdi, hozircha davonli. Choy berishmadi. Nasib qilgani deydi ishonchi. Ketdi, yo'g'ini ishni bosamiz. Bu meni ikkinchi stolim. Klient video olishga ruxsat bermadi. O'shanga hozir kelib, sekin yig'yapman. Yana bitta narsa bor, yaqinroq kelgin. Mana stoldan qo'ygan ovqatni oldin yer deydi, to'g'risi klientdan qo'ygan ovqatni. Hozir o'ylab turibman, borman salat yeymikin, yo'qmikin deb, to'g'risi bor. Baqlajonli salat menga yoqadi, o'zi. Xullas, o'zimdan bolalarga yeb qo'yaman. Absolutga ko'raydi. Anchadan beri bunaqa ish qilayotgandim. Ishlab odam bunaqa charchashini bilmadim, to'g'risi. Mehmonni biri mana, ey. Yo. Ha, voy. Bizlar faqat atmishi bo'ladi, aka. O'zi uyga ketkim kelyapti hozir. Bir obedda qochib ketoqchi edim. Qo'ymash odil ishlasin. 4 ta varaq tayyor. O sallaga anda qo'yib turib ovolsam ham bo'lardi, aka, berolmashib keladi. Hozircha yomon emas, shoyiblayapti. Qarochi sizlar yoqimli ishtig'i. Kamchilik yo'qmi? Cho'tki emas, bo'ldi. Tez xabar olib turgan. Bo'l, men shetdaman, xavotir olma, aka. Boshqa stollarim ham bor, video oldirishmayapti faqat ular. Davay. Ish hali tugagani yo'q. Ertalab 9:30 dan 23:00 gacha masjidda bo'ldim. Hech qilmaganim yo'q. No, kam stol yopdim, o'zim bilaman, chunki yomon charchadim. Men anchadan beri bunaqa ish qilayotganimga ham osildim desa ham bo'laveradi. Ofitsiantni nechta topadi kuniga? 2000 so'm. 2000. Da. Menga ham mana 2000 pul berishdi. Bu meni halol mehnatim. Bemalol uyimga narsa olib kelsam bo'ladi bu pulga. Hammalar yaxshi ko'ramiz. Sog' salomat bo'linglar. Men endi sekin uyga borib mazaq qilib qo'yman.